Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli görürmenler. İstiqlal kündülük xəbərlərini görüşünə qızğın qarşılamız. Mən Ərşidin Ediqot. Tövəndə vətənimiz Şərqi Türkistan və dünya gün tərtibiga əlaqədar mühim xəbərlərini huzurunuzğa sunumuz. Qani diqqətinizlər ekranımızda bolsun. Xitayning yuqori darajalik amaldori Şərqi Türkistanğa berib terror siyosatini ta'kidladi. Xitay Kompartiyasining yuqori darajalik amaldori Chin Wencheng oldingi hafta Sharqiy Turkistonni bir necha kun ziyorat qilib, atalmish terrorlikqa qarshi turishda tavranmas ching turish kerakligi haqida jar soldi. Xitay tashviqot organi atalmish Xinjiang gazetining xabarida ma'lum bo'lishicha, Xitay Kompartiyasi Markaziy komiteti siyosiy byurosining a'zosi, Markaziy komitet siyosiy qonun komitetining sekretari Chin Wencheng 10 apreldan 13 aprelgacha Sharqiy Turkistonga tashurishga borgan va bu jarayonda irqiy qirg'inchilik jinoyatini davomlashtirish kerakligi haqida ishorat qilgan. U tashurish jarayonida Xitoy rejimining Sharqiy Turkistonni idora qilish tadbirini to'liq umumyuzlik izchillashtirish, jamiyat muqimligi nishonida ching turish, terrorlikqa qarshi turishda ching turish qatorliq terror siyosati iboralarini ta'kidlagan. Chin Wencheng bo'xtimliq tashurishda Xotan, Qashqar, Oqsu, Urumchi qatorliq joylarga borgan bo'lib, atalmish terrorlikqa qarshi turish, terrorlikning oldini olish, muqimlikni qo'g'dash siyosatining amaliylashish ahvolini, aloqador xizmatlarni tekshirgan va bu yil atalmish Uyg'ur avtonom rayoni qurilganligining 70 yilligi ekanligi, bu sababli zo'ravonlik, terrorlikni qattiq jazolashda qat'iy tavranmas ching turish kerakligi, zo'ravonlik, terrorlik voqeasi yuz bermaslik tuvanchigi qat'iy saqlash, diniy asabiylik ideyasi tuprog'ini yo'qotish kerakligi haqida jar solgan. Chin Wencheng ziyorat jarayonida yana chegara mudofaasini alohida ta'kidlagan bo'lib, chegara sirtidagi atalmish 3 xil kuchning qayta eqib kirishi, singib kirishini to'sish, zo'ravonlik, terrorlik tahdidini davlat sirtida qat'iy to'sish kerakligini da'vo qilgan. Bularning sirt u yana Xitoy til yoziqini umumlashtirish, atalmish millatlar ittifoqligida ching turish, Junxo millati o'rtaq gavdasi ingni mustahkamlash qatorliq terror siyosati iboralarini takrorlagan. Chin Wencheng bultur 5-oydami Sharqiy Turkistonga berib, Qashqar, G'ulja, Urumchi va 4-diviziya qatorliq joylarni tekshirgan bo'lib, o'xshashla atalmish terrorlikqa qarshi turish, muqimlikni qo'g'dash, chegara mudofaasini kuchaytirish qatorliq terror siyosatlarini ta'kidlagan edi. Xitoyning yuqori darajalik amaldorlarining Sharqiy Turkistonga berib, terror siyosati iboralarini takrorlashi va chegara mudofaasini kuchaytirishni ta'kidlashi Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatini davomlashtirayotganligiga ishorat qilmoqda va Xitoyning xalqarodagi o'zgarishlarning Sharqiy Turkistonga ko'rsatadigan ta'siridan andisha qilayotganligini ko'rsatib bermoqda. Xitoy shirkatlarini Sharqiy Turkistonga zo'r miqdorda mablag' solg'izmoqda. Xitoy Uyg'urlar va boshqa Turkiya xalqlariga irqiy qirg'inchilik yurgizish bilan birga Sharqiy Turkistonni majburiy emgak lageriga aylantirayotgan bo'lib, Xitoy shirkatlarini Sharqiy Turkistonga mablag' solishga, zavod qurishga tashkillamoqda. Xitoyning Sharqiy Turkistondagi tashviqot organi Tangirtog to'rining 15 apreldagi xabarda bildirilishicha, oldingi faslda Sharqiy Turkiston bo'yicha ijro qilingan savdogar chaqirib mablag' jalb qilish turi 1778, sirtdan kirgizilib naqdlantirilgan mablag' 161 milliard 627 million yuan bo'lib, bultirqi o'xshash mazgildikidan 22% ga yaqin oshgan. Buning ichida 10 cho'ng kasb turi 1435 bo'lib, naqdlashtirilgan mablag' 142 milliard 474 million yuan bo'lgan. Xususan neft, tabiiy gaz, ko'mir, yangicha elektr energiyasi ishlab chiqarish, pishiqlash qatorliqlar ko'rnalik oshgan bo'lib, Xitoyning Sharqiy Turkistonning tabiiy boyligini bulang-talang qilish salmoqini zo'raytayotganligini ko'rsatib bergan. Xitoyning davlat korxonalari asosiy shamol energiyasi, quyosh energiyasi, neft ximiya sanoati, ko'mir qatorliq sohalarga mablag' solgan bo'lib, atalmish yordam berish nomida Xitoyning planlarini ijro qilayotgan o'lkalar va bevosita qarashliq shaharlarning mablag'lari muhim o'rinni egallagan. Xitoy davlat egiligidagi shirkat korxonalarini tashkillab qolmay, fuqaroviy korxonalarni Sharqiy Turkistonga o'rinlashishga buyurayotgan bo'lib, atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik tabiiy boylik nazorati bu yil 2-oyda Beyjingda tur tunishtirish yig'ini ochgan edi. Mazkur turlar madaniyat, sayohat, dehqonchilik, o'rmonchilik, chorvachilik,
baliqchilik, sanoat qatorliq 1270 ga yaqin turni o'z ichiga olgan bo'lib, qiymati taxminan 870 milliard yuanga yetgan edi. Xitoy rejimi bir tarafdan Xitoy shirkatlarini Sharqiy Turkistonga o'rlashtirib, Uyg'urlarni arzon emgak kuchi sifatida majburiy emgakka salsa, yana bir tarafdan zo'r turkumdagi Xitoy oqqunlarini alohida ta'minotlar bilan Sharqiy Turkistonga yo'tkab yerlashtirmoqda. Trumpning alohida vakili Putin bilan ko'rishdi. Amerika prezidenti Donald Trumpning alohida vakili Steve Witkoff 11 aprel Sankt-Peterburgda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ko'rishgan bo'lib, Witkoff bilan Putinning ko'rishishi Donald Trumpning yanvarda Oqsaroyga qaytishidan buyon o'tkazilgan 3-chi ko'rishishi bo'lgan. Witkoff Rossiya prezidenti Putinning Ukraina bilan uzun muddatli tinchlik kelishimiga tayyor ekanligini bildirgan bo'lib, u bu bayonotni 3 yildan ortiq davomlashgan urushni oxirlashtirish maqsadida o'tkazilgan suhbatlardan keyin e'lon qildi. Witkoff dushanba kuni Fox xabar agentligiga e'lon qilingan ziyoratida tinchlik kelishimining hozirgacha shakllanayotganligini va Putinning ikki muhim maslahatchisi bo'lgan Yuriy Ushakov va Kirill Dmitriyov bilan unumli bir yig'in o'tkazilganligini aytgan. Witkoff Putinning talabi bu yerda uzun muddatli tinchlik o'rnatishdir. Urush to'xtatish masalasining sirtida buni muzokara qildik. Bu nuqtaga kelishimizga bir oz vaqt ketdi. Meningcha butun dunyoga munosabatlik intayin muhim bir voqeaning bosog'isida bo'lishimiz mumkin degan va Amerika orasidagi savdo kelishimlarining suhbatlarning bir qismi bo'lganligini ilova qilgan. Putin o'tgan oyda Amerika va Ukrainaning birlikda tayyorlagan va to'qinishlarni to'liq ham oldin shart qo'ymay to'xtatishga doir taklifini rad qilgan edi. Rossiya Qora dengizdagi mumkin bo'lgan urush to'xtatishni g'arb davlatlarining ba'zi embargo tadbirlarini bekor qilish shartiga bog'lagan edi. Fidan Amerika G'azza haqida texmo to'liq uchurga ega bo'lishi kerak dedi. Turkiya tashqi ishlar ministri Hakan Fidan Amerikaning Isroilning G'azzaga qaratgan hujumlari va davomlashayotgan urushning xavf-xatari to'g'risida texmo to'liq uchurga ega qilinishi kerakligini eskartdi. Fidan 13 aprel bayonot e'lon qilib, hozirgacha bo'libmi Bayden davrida boshlangan siyosatlar natijasida irqiy qirg'inchilikning davomlashishi Amerikaning qo'llashi bilan mumkin bo'ldi. Trump apandi tirishchanlik ko'rsatib bu urush to'xtatishning ishqa ishishiga turtki bo'lgan edi. Hozir u vazifa o'tayotgan mushu kunlarda mangulik tinchlikni amalga oshirishga qarata qadamlarning tashlanishini kutmoqdamiz. Barliq diplomatiya sohasidagilar o'rtoqlashgan nuqta shuki, Amerikadagi yangi hukumat bu masalada texmo ko'p uchurga ega qilinishi, davomlashayotgan bu urushning xavf-xatari ularga texmo aniq tushuntirilishi kerak dedi. Hakan Fidan Isroilning Falastindagi irqiy qirg'inchiligiga qarshi pozitsiya bildirish masalasida hammalarning o'xshamagan darajada e'tirozi borligini, bu e'tirozlarning ba'zilarining oshkora, ba'zilarining bo'lsa maxfiy ifodalanayotganligini bildirib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi bilet tashlashda 156 davlatning Isroilga qarshi ovoz berganligini eskartib o'tdi. U Isroilga qarshi o'xshamagan qadamlarni tashlash yo'nalishidagi izlanishlarining davomlashayotganligini ta'kidlab, texmo ko'p sarmoya va siyosiy kuchga ega Yevropa va Amerikadan kelayotgan qurollar to'xtatilmoqcha bu insoniyatga qarshi jinoyatning, bu irqiy qirg'inchilikning oxirlashmaydiganligi bir haqiqat deganlarni ta'kidladi. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi xabarimiz mushu yerda oyoqlashdi. Ko'rganingizga rahmat. Ertadagi programmada ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.